Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarda obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri G'ofurg'ulom mahallasi, ya'ni sentrali Ishtixon ko'chasi hisoblanadi. Ya'ni xalq tili bilan aytganda Payshanba ko'chasi. Garant savdo markazi eski Bekzod akaning hozmagini Turida, pastki Turida joylashgan. Umumiy maydoni yo'l yuzida deganlar uchun orqa tomonida ham xonadonlar, ya'ni uylar qurilgan va oldi tomonda ko'rib turganingizdek do'kon sifatida yoki bo'lmasam 2 qavatli qilib bemalol arenda berishga zo'r imkoniyat. Tayyor holatdagi 4 sotixlik uyimizni video obzorini to'liq ravishda e'tiboringizga havola qilamiz. Videoni oxirigacha kuzatamiz va oxirida narx-navolarni tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, Hoji aka, chetda bilaman, musofirda, Amerikada pulni bombasini bosib yotibsiz. Sizga lekin aynan qulay lokatsiyada, ya'ni Ishtixon qoq markazida ham do'konlik, ham uyli bo'lishni xohlaysiz. To'g'ri? Bittada ikkita narsani qilishning imkoniyati yo'q, lekin aynan Ishtixon barakali uylarda sizga mana shunday qulay lokatsiyadagi 4 sotiq, bor yo'g'i 4 sotiqlik 100% lik dokumentlarni joyida topib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, yo'lning yoqasida joylashgan, ya'ni yo'l yuzida, glавный, ya'ni o'sha eski Bekzod akamiz hozmakning yonida joylashgan. Bu tomonimiz ko'cha tomonga qaragan 3 ta xonaga ega sanuzel va hozir sizga eng asosiysi yangidan remont qilingan xonadonimizni birin-ketinlikda ko'rsatib o'tamiz. Bismillah deymiz. Kiraverishda o'zi atmosfera sizni kimligingizni aytib beradi. Ya'ni tartibli, chiroyli, fayzli xonadon kerak bo'ladigan bo'lsa, mehmonlaringizni sekingina mana bu yerda kutib olish imkoniyatini qilaverasiz. Ko'rib turganingizdek, men eng asosiysi mana shunday arka-simon, shunday kirib kelaverasiz. Arka-simon joylar juda yoqadi. Ya'ni milliychilikda ham va zamonaviy uyg'unlik. Xo'p, mehmonxonamiz ikkita ekan, ya'ni bu ayollarga bo'lsa, bunisi erkaklarga, ya'ni o'sha dindan ham xabar bor odamlarning uyligini bilinib turibdi. O'shaning uchun ko'rib turganingizdek, bu yerda ayollarni kutib olsangiz, bu yerda hoji akalarimizni kutib sekingina chiqarib yuborasiz. Xohlasangiz endi buni hozir xonadon egalarining aytib o'tishicha, bu yerda o'sha oshxona, ya'ni ko'rib turganingizdek kafel yopishtirilgan oshxona sifatida foydalanishga qilinganda, lekin agar kimdir olsa ham o'sha holatda saqlasa bo'ladi. Lekin biz hozircha yotoqxona sifatida foydalanyapmiz deyishdi. Bu yerda ham bitta xona bor ekan, ochib o'tirmaymiz chunki xonadon egalari narsalari ko'p ekan. Bu yerda ham katta mana shunday bitta xonaga ega joyimiz bor. Ko'rib turganingizdek, salqin soyada maza qilib dam olaman deganda, kechki salqinga yonish 4 tagina suv sepib qo'ysangiz, ko'rib turganingizdek, mana bu rayhonlar shunaqangi hid berib turibdi-yu. Chorpiyalarimiz ham qolar ekan. Mana bonusiga sizga chorpiyani ham berib ketamiz deyishdi. Konditsionerlar qoladi. Ko'rib turganingizdek, bu tomonimizda kladovka bor. Bu tomonimiz sanuzel, ya'ni hojatxonasi, dushoy kabinasi, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Kiraverishimizda ko'rib turganingizdek, perixoshka, ya'ni bitta xona ikkiga bo'lingan. Bu tomonimizni oshxona sifatida foydalanamiz deyishdi. Xohlasangiz oshxona sifatida foydalaning. Xohlasangiz buzib tashab, 2 qavat imorat qilib tashab, magazin sifatida arenda berib tashlang. Chunki yo'lning yuzida joylashgan mana bu yer bitta xona. Ya'ni mana Hoji aka, atmosferamiz nima deyapti? Mana ko'rsatib o'ting. Magazinimiz yonginasida joylashgan. Xo'p, stalovoy sifatida yoki qanaqadir kafe ham qilib qo'ysangiz, xullas ko'p narsaga o'qiydigan o'quv markazi. Xo'p, yana tibbiyot xodimlariga ham sohasini rivojlantirishga, xullas bu yerda juda ko'p ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bozor yaqin, masjidimiz yaqin, sentr bir qadam, do'konlar bir qadam, maktab yaqin, bog'chalar yaqin. Xullas bir so'z bilan aytganda, siz Hoji aka ko'z bitta o'chib, bitta yoqqaningizda toza Ishtixonni qoq markazida paydo bo'lib qolasiz. Xo'p, narx-navomiz qanaqa deganlar uchun, narx-navomiz pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, xonadon egalarining nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol, bexijolat tortishib, talashib, baraka qilishga shoshilish kerak. Endi yo'l yuzidagi joylarimiz juda qimmat hisoblanadi, o'shaning uchun $99,000 hisoblanyapti. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Xonadon egalari juda ham samimiy, yaxshi inson. Baraka qilishga shoshilish kerak. O'z biznesingizni mana shu yerda rivojlantiring.